ba'zi o'yinchilar barcha moblarni yig'ishga harakat qilishadi, ammo ular Ender Dragon'ni olib kelisha olmaydi va hattoki bosslarni va hattoki ba'zi moblarning turlarini ham hattoki unga yaqin ham kelishmaydi. Bugun men barcha devor qurib, shunaqa, ya'ni barcha Minecraftdagi barcha hayvonlarni yig'moqchiman. Hattoki ular turlarini ham men ular uchun katta devor qurib chiqdim. Bu yerda barcha moblar ro'yxati bor va biz bu qanday boshladik. Bu oson, o'rtacha, hattoki yo eng nimasidan ham boramiz, eng qiyindan ham bu yerda bosslar bo'ladi. Ha, mayli, unda biz videoni boshladik. Sizlar videoga like bosib obuna bo'linglar. Mana bu yerda cho'chqa bor ekan, cho'chqani mana bu yerga qo'yamiz va cho'chqani bundan tashqari yana ikkita turi bor. Qani uni topishga olg'a, yana birisi issiq biyom, ya'ni savannada uchraydi. U ana topildi. Qanuni bog'lab va mana qorlisi ham, ya'ni sovuq biyomda uchraydigan topildi. Ularni neza bilan olib chiqish yaxshiroqmi deyman. Olib borish mana ularni qamab qo'ydim va keyingisi bu Minecraftdagi barcha tovuqlar 3 xil tur bor. Oddiy, issiq va sovuq. Ularni olib jin ursin, ular darrov tuxum tug'dimi? Ha, mayli. Buni bilmagandim. Mayli, endi keyingisi bu sigirlar. Minecraftdagi barcha sigirlar 3 tasini topganmiz, bittasi qo'ziqorinli. Keyin qo'ziqorinli top bo'ldik. Endi esa uni chaqmoq urgandan so'ng qanaqadir qo'ziqorinliga aylanadi. Xullas, hozircha chaqmoq yo'q, shuning uchun uni kelajakka qoldiramiz. Mayli. Tak, men endi bunisi esa Minecraftdagi barcha nimalar. Ular qo'ylarni biyom bo'lmaydi, shuning uchun rang bilan qilishimiz mumkin. Ba'zilar buni unutishadi, lekin men esimdan chiqarmadim. Ha, mana bu meni dahshatli qo'y fermam bor. Qani endi ulardan hozir yetib olamiz. Anchagina yetadi deb o'ylayman. Endi bularni o't yeb, junni ko'paytirish uchun saqlab qo'yamiz. Mayli. Tak, mana bularni olib keldik, qamab qo'yamiz va mana ko'rib turganingizdek, endi bularga bo'yoq nimalar bor, faqat uni topib olishim kerak. Mana topdim. Va endi bularni solib olib, qo'ylarga rang berib chiqamiz. Bunga qilishim kerak. Hozir bunga Jeb deb nom beramiz. Mana bu Minecraftning sirli nimasi va bunga Jeb deb nom berganimizdan so'ng u kamalak rangga kirib qoladi. Qanday ajoyib va go'zal. Hozircha oson ketyapti va bundan keyin ham oson bo'lsa kerak. Rostdan bunday oson bo'ladi deb o'ylamagandim. Kelajakda ham oson bo'ladi. Kelajak. Mayli, endi biz Minecraftdagi uchadigan moblar. Bunga birinchi bo'lib qandaydir tasodifan mana bu kelib qolibdi. Qani chiqa qolsang-chi, chiqish niyating bormi, o'g'ayni? Mayli, boshqa topamiz. Mana arqam topildi. Endi biz ko'rshapalakka o'tishimiz mumkin. Nima? Ko'rshapalakka bog'lab bo'lmayapti. Chin ursin, nega men buni unutibman yo unutganim yo o'zi bilmasdim deyarli. Mayli, unda o'rtacha qiyinlikdan olib tashlashimiz kerak. Ya'ni osondan uni o'rtachaga qo'yib qo'yamiz. O'rtacha qiyinlikka. Mana tayyor va endi bizga allilar kerak va mana allilarni qilib bo'ldik. Mana allilar qoladi va mana o'z ortimizdan ham keladi. Mayli. Va endi bizga barcha to'tiqushlar kerak. Ular tropikda uchraydi va menga juda ko'p urug'lar bor va mana kela qoldi. O'rgansangchi, chin ursin. Bu atiga yana 4 ta bor. Qani mana va yana bittasi qolib ketibdi. Mana va barchasi kelyapti. Jin ursin, nima bo'ldi o'zi? Ular men o'rtamdan kelarkan. Men buni hattoki bilmasdim. Mayli, bu yaxshi bo'ldi. O'zimizga mana tusha qolsang-chi, do'stim, mana tushib bo'ldi. Endi bizga Minecraftdagi echkilar kerak. Echki 2 xil turi bor. Birinchisi oddiy bo'lsa, ikkinchisi baqiroq echki. Ha, bu baqiroq echkini topish ancha qiyinroq bo'ladi. Tak, mayli. Men oddiy echkini topib bo'ldim tezda. Lekin baqiroq echkini topish amr mahol. Sen baqiroq echki emasmisan? Yo'q, sen baqiroq echki emassan. Sizlar ham echki emassizlar. Men agar esingizga bo'lsa 2 yil oldin men echkilar fermasini qurgandim. Hozir shundan olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Echkilar mana hozir barini olib chiqib birma-bir tekshiramiz. Sizlar baqiroq echki emassizlar. Sen ham va sen ham. Qani bularni yana o'zginasi olib chiqib yana ko'ramiz. Tak, sen baqiroq echkimisan? Jin ular orasida aniq baqiroq echki bor. Qanday bilsam bo'ladi? Ha, bo'ldi. O'zi chambarak qo'yib bilib olaman. Mana qo'yamiz va bitta kelib ko'ramiz. Yo'q, sen baqiroq echki emassan.
sen ham emas, sen ham emas va sen ham emas. Va bunisi Bahrom eshikka o'xshayapti. Jinoyatchi bir ovozini eshitib ko'raylikchi. Qani uzoqroqdan, qani bo'lmayapti, shuning uchun ortiqni eshitib bo'lmayapti, shuning uchun ortiqcha echkilarni yo'qlamiz. Masalan, buni qani endi eshitib ko'ramiz va sen aniq Bahrom eshiksan. Qani olg'a ketdik men bilan. Va men Minecraftdagi barcha echkilarni ham to'plab bo'ldim. Osonlik bilan biz nimalardan o'tyapmiz. Chirmishdan sakramasang cho'g'ayni. Va mana ko'rib turganingizdek, mana barchasini yig'ib bo'ldik. Endi bizga tulkilar kerak. Qochmasangchi, negasi unutib bo'lmaydi. Bu yerga kel. Va nihoyat. Va men yana bitta qorli biyomga uchrayganim men o'ylagandan oson bo'ldi. Va men mana to'plab bo'ldim. Va endi bizga kerak bo'ladi itlar. Itlarning juda ham ko'p turlari bor. Bir, ya'ni oddiy biyomda uchraydigani, 2 sovuq biyomda uchraydigani, ya'ni qorli joylarda, 3 qora bo'ri, qanaqadir bo'ri va yana qorli joyga uchraydigan bo'ri va savannada. Men barcha bo'rilarni to'plab bo'ldim. Endi ularni nazar orqali olib boramiz. Tak mana barcha bo'rilar endi bizda bor va biz endi barcha moblarni tugatdik, oddiy moblarni endi. Agar siz yetarlicha layiqsangiz, men buni do'stimga ko'rsataman va uning reaksiyasini qani ko'ramiz. Uning reaksiyasi qani och ko'zingni deb va u ko'ramiz reaksiyasini. Endi bizga barcha do'stona moblar kerak bo'ladi. Bulardan qurbaqalardan boshlaymiz. Qurbaqaning 3 xil turi bor. Bittasi hammasi botqoqqa uchraydi. Mana bittasini yig'ib bo'ldik. Keyingilarni ko'paytirish orqali ham yig'ishimiz mumkin. O'ldirg'lar katta bo'lganda so'ng ularni paqirga solib olamiz va ularni qanaqadir biyomlarga qo'ysak, ular nima bo'ladi? Mana yo'q, bunisida bo'lmadi-yu, jin ursin, men ahmoqman. Mayli buni va botqoqqa qo'ysak, mana qizil bo'ldi, lekin bundan umuman ma'no yo'q. Endi esa sovuq joyga qo'yganimizda mana ko'rib turganingizdek yashil bo'ldi. Men bunga umuman ma'no ko'rmayotgan bo'lsa ham baribir biz barcha qurbaqalarni yig'ib bo'ldik. Endi esa bizga barcha nimalar kerak? Tuya mana shunaqalar va buni birinchi bo'lib eshakni o'rgatib olamiz, keyin esa otni va skelet va otning ham turi barchalarini o'rgatib bo'lgandan so'ng ularni devorga qamab qo'yamiz. Ana olg'a mana va aytgancha bizda ham oltin olma bilan ularni ot va eshakni ko'paytirish orqali bizga hashr kelib chiqadi. U ham alohida mob. Bu eshakmi otmi, manchu ularning aralashmasi. Mayli endi ularni qo'yib qo'yamiz va keyingi mob bizda nima bo'ladi? Lamani 20 minutda topdim va uni nether orqali olib o'tamiz yana. Endi menga lamalarning barcha turi kerak bo'ladi va ularning barcha turlarini topishda keyin tezlashtirib yuboraman videoni. Va men topib bo'lgandan so'ng sizlarga o'zim xabar beraman va mana topib bo'ldim. Endi bizga barcha lamalar bor. Endi bizga oq ayiq kerak. Oq ayiq va panda. Va mana panda ham topildi. Qani bu yerga kelchi pandajon. Va jin ursin, nima qilyapsan? Mayli. Sarusmay tushmaymiz, nima yo'qotmaymiz. Qani unda kela qol panda va uni qayiq yasab olib o'tamiz. Qani pandajon ozgina surib va ana uy dahshat ko'rinar ekan. Mayli uni nether orqali olib o'tamiz. Va mana qayiq va nether tayyor. Endi biz qishloqliklarni ham olib kelishimiz kerak. Mayli uni keyinroqqa qoldiramiz. Endi biz ularni olib o'tishimiz kerak va endi bizga nima kerak? Mana shunaqa kerak. Sinf ferma shunaqaroq. Shu kerak va nima uncha sekin yuriysan do'stim? Qancha? Yo'q, qo'rqib ketdim. O'lmabsan, ha, sening joning 100 ta. 100 emas, balki kamroqdir, bilmadim. Mayli. Va nima qilyapti? Mayli. Qamab qo'ydik va joyni ozroq katta qilmasak siqmaydi. Mayli. Endi bizga kerak tuya kerak. Esingizda bo'lsa, men barcha sayohat yo'lini o'ylab, sayohat yo'lini ko'rgandik. Shuning uchun bizda tuya allaqachon bor va uni tezligini ham tekshirib ko'rgandik. Va bu videoni o'tib ko'rishingiz mumkin. Agar yo'qsa, shu videoni ham dublyaj qilaman. Mana biz videoni ham nima qilib qo'ydik, ya'ni tuyani ham. Endi bizga barcha suvosti nimalari kerak, jonivorlari.
Mana biz osonligi ularni barchasini paqirga solib olsak bo'ladi. Mana shu kichik baliqni o'lguday yomon va ularni qanday qilib o'ylab, mana ularni kattaroq qilishimiz kerak va ularni qo'yishimiz kerak. Menimcha muammo tug'ilmasa kerak. Yaxshi. Endi biz nimalarni shisha olib kelishimiz kerak. Men uchun yarimtalik shisha tezroq qo'yish kerak. Mana barchasini qo'yib, jin ursin, o'lib bo'lma, jin ursin. Mayli, yana topishimiz qiyin. Mayda yana ko'paytiramiz va unga nom beramiz yo'qolmasligi uchun. Jin ursin do'stim. Shuncha kattalikka ham yo'qolib qolasanmi? Ya'ni o'lib qolasanmi? Mana endi bizga salmon bor, mana kattaroq joy bilan. Endi tishuvchi baliqjon. Mayli, endi bizga kerak barcha aksolotlar yoki barcha boshqami. Men o'zim barini aksolotlar deb tarjima qilaman. Endi barchasini yig'ib bo'lamiz. Eng noyobi qoldi va u mening ender sandig'imda bor. Hozir ender sandig'imni olib boray va bu meni eng noyob buyumlar videoyimda edi. Va men uni nega olmayapsan desang, hammasi bor, lekin aniq bilaman men uni olgandim. Bo'ldi. U meni ender sandig'imda deb bo'yatgandim-ku. Mayli. Endi ularni qo'yib chiqish qoldi xolos. Mana endi bizga delfin kerak. Lekin delfinni qanday olib o'tishi mumkin? Lekin o'lib qolsa-chi? Shoshmang, u o'zi delfin havoda yashaydi-ku, o'lmasa kerak, nima deysizlar? Mayli. O'zimga e'tibor bermanglar, u shargina shamollab qolgan. Jin ursin, delfin o'lib qoldi. Mayli. Qani, kela qol va tezroq nezir bilan olib o'tishimiz kerak. Men shamollagan bo'lsam ham uni video tayyorlayotganda sizlar videoga like bosishingiz kerak. Mayli, mana biz nezir orqali olib o'tdik va hozir tezda suv olib kelishim kerak. Mana qo'yib qo'ydim. Qolib ketyapti. Shular kela qol. Nima uchun sakraysan do'stim? Kela qol jigarim. Yo-mayo, va o'ldingmi deb. Mayli, suv qo'yib mana ko'ramiz. Jin ursin. Mana men ahmoqlik qilib suvni qo'yib yubordim. Yo'q, 5 sekundga do'stim o'zim senga jin ursin. Nima uchun? Va yana shunday yo'l bilan uni olib kelib qo'ydim. Umiddan so'ng bizda delfin bor. Va bu juda zo'r. Va endi bizga barcha aksolotlar kerak. Aksolot ikki xil tur, bu bitta oddiy aksolot. Lekin delfinga qaraganda u tez havoga oladi. Shuning uchun suv quyib boramiz. Va endi tezroq uni olib chiqishimiz kerak. O'lmaysan deb umid qilaman. Mana suv quyib, ana shunday boraveramiz. Jinni qayamiz olib kelib, muz qo'yib ketdi. Mayli, mana olma. Jinni o'zginagina suvga qo'ygandim. Mayli, mana ana shunday suv quyib boramiz. Va umid qilamanki o'lmaysan va tezroq. Yaxshi, o'lmayapti. Mana shu yerda ozgina suvga dam oldiramiz va yana uni beng tepaga olib chiqishimiz kerak. Nega ular buncha tepada? Mayli. Mana qolib ko'rdimki, o'lmasliging kerak, lekin jin ursin. Va men shuni yana qaytib takrorladim va ko'rganingizdek mana nom berib ham qo'yamiz yo'qolmasligi uchun. Jin ursin, delfin, yana senga nima bo'ldi? Men tushundim. Delfin yana qaytib shunga olib kelgandan so'ng to'liq shisha blokdan qo'ydim. Va endi bizga yonuvchi emas, yorqin aksolot kerak. Aksolot faqat chuqur joyda uchraydi va buncha yorqin, bu zo'r. Hattoki men blok qo'yib chiqdim va bu ma'nosi ekanligini tushungandan so'ng men o'zim mana shunday blok qo'yib chiqdim. Suv solib, albatta. Suv solib, o'ldingmi debman. Bu juda yaxshi o'lmagan bo'lsang va mana yana aksolotni qo'yib qo'yamiz. Qo'yilsangchi. Va mana qo'yildik va bu yerlarni yopib qo'yamiz. Va mana bizda barcha aksolotlar bor. Bu juda zo'r. Endi bizga barcha qishloqliklar kerak. Qishloqliklarni yaqin qishloqda bironta ham topolmadim va men tushundimki o'tgan videoda men qishloq fermasini qurganim va barcha qishloqliklar kerak. Mana bu turibdi. Men ikkita qishloqlikni oldim va yana o'zimning qishloq fermamni qurdim. Ko'payish uchun va unga yotoqlar qo'yib chiqdim, ko'payish uchun non. Va biz endi barcha qishloqliklar kerak. Va o'rtada galim ham bo'ladi. Galimni ozroq qilishimiz mumkin. Menga juda ko'p temirlar bor. Va mana qo'yib qo'ydim. O'ladi. Mayli, hozir 5 sekundcha galim uchun chidab tur va
muammoyim yana bittaga kamaydi. Endi qishloqliklar hali yetarli emas, mayli. Ungacha biz yaroq qaziymiz. Nega desangiz, men Minecraftdagi barcha mushuklarni unutibman. Mana barchasini sanab chiqdim. Endi biz boshladik. Mushuklarni 10 ta turib bor. Menimcha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta bo'ldi. Yana 8 ta bo'ldi. Menimcha yana ikkitasini alohida buyumda uchraydi. Bittasi jodugarning uyida voy o'lay dedim. Lekin bu yerda u yo'q. Menimcha yonida bo'lsa kerak. Lekin yonida ham yo'q. U nima qilsam bo'ladi? Mana qochoq topildi. Endi esa uni va bizga yana shunday yo'qladi, lekin u mushukmi? Menimcha mushuk bo'lsa kerak. Ha, mushuk aniq. Bilmadim, lekin u mushuk turi deb o'yladim. Balki mushuk turi emasdir, buni bilmadim. Dublyaj usulim yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'ling.